Paxtakor tumanida 2026-yilgi paxta hosili uchun muhim agrotexnik jarayon chigit ekish ishlari rasman boshlandi. Shu munosabat bilan Oqbuloq mahallasi hududida amaliy seminar tashkil etilib, unda paxta yetishtirishda zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, hosildorlikni yanada oshirish hamda mavsum ishlarini puxta va samarali tashkil etish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Seminarda viloyat hokimi o'rinbosari Zafar Ro'ziyev, Respublika fermerlar kengashi raisi birinchi o'rinbosari, tuman hokimi, shuningdek, fermer xo'jaliklari hududiy uyushmalari rahbarlari va fermer xo'jaliklari boshliqlari ishtirok etishdi. Tadbir davomida sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, yerdan unumli foydalanish, yuqori hosildor navlarni to'g'ri joylashtirish hamda suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lum qilinishicha, tumanda jami 10.600 gektar maydonga chigitni qo'shqator usulda ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, ilg'or tajriba sifatida 2553 gektar maydonda Shinjon usulida ekish ishlari boshlab yuborilgan. Ushbu usulning qo'llanilishi yerdan samarali foydalanish, nihollarni bir maromda undirish va keyingi parvarish ishlarini yengillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bugungi kunda zamonaviy agrotexnik talablarga qat'iy amal qilish, mineral o'g'itlardan maqsadli foydalanish, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish hamda texnikalardan unumli foydalanish kelgusida mo'l va sifatli paxta hosilini yetishtirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Paxtakor tumanida boshlangan ushbu keng ko'lamli ishlar joriy yilda yuqori hosildorlikka erishish, fermerlar daromadini oshirish va mamlakatimiz paxtachilik sohasini yanada rivojlantirishda munosib hissa qo'shishi kutilmoqda.